Ushbu videoda sizga kamida 5 ta loyiha olib yuritish va har bitta loyihani kamida $500 dan qimmatroqqa sotish va targetolog sifatida kamida $2000 daromad qilish strategiyasini qadam-qadam tushuntirib o'rgataman. Agarda sizda o'sha 4 ta loyiha va har bitta loyihani $200-300 dan qimmatga sota olmayotgan bo'lsangiz, loyihalar sonini oshira olmayotgan, sredniy chekka oshira olmayotgan bo'lsangiz, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. O'zim haqimda qisqacha gapiradigan bo'lsam, ismim Kamoliddin. Ko'pchilik Kamol Digital taxallusi orqali bilishadi. 7 yildan buyon digital marketingda o'z faoliyatimni yuritib kelaman. Va bundan tashqari o'zimizda raqamli deb nomlanadigan digital marketing jamoasi mavjud. Va bu jamoada hozirda 22 tadan 25 tagacha loyiha aktiv yuritib kelinyapti. Va bizani xizmatlarimizni asosan targeting, kontekstli reklama va performance marketing xizmatlarimiz bor. Target xizmatlarimizni $700 dan boshlab ko'rsatib beramiz. Performance marketing xizmatlarimizni bo'lsa $2000 dan boshlab ko'rsatib beramiz. Hozirda siz bilgan Imzo, Paynet, Navastroy, Chopar kompaniyalari bilan ishlab kelganmiz. Bundan tashqari bizani 100 dan ziyod yaxshi keyslarimiz bor. Va hozirda o'zimizda aktiv bo'lgan proyektlarni bir nechasini aytadigan bo'lsam, bu Strawberry House va bu ustozimiz Alisher aka Isayev. Mana shu bundan tashqari yana 20 tadan ziyod hozirda aktiv loyihalarimiz mavjud. Asosan targeting va kontekstli reklama bo'yicha o'z xizmatlarimizni ko'rsatib beramiz. Targetingda 2 milliondan ziyod pulni biz targetingga investitsiya qilganmiz. Mana shu proyektlarimizda. Kontekstli reklamada bo'lsa, ya'ni Google bilan Yandex reklamasida bo'lsa, $100,000 dan ziyod pulni aynan mana shu reklamalarga, proyektlarimizga investitsiya qildirganmiz. Va bu pul havoga uchib ketmagan, Xudoga shukr. Bu pullar kamida 2, 3, 4, 5x bo'lib mijozlarimizga qaytib kelgan. Bizani proyektlarimizni o'rtacha LTVsi yarim yilcha oldin analiz qilganimda 7 oy o'rtacha 7 oy edi. Bitta proyekt biz bilan ishlash davomiyligi, LTVsi o'rtacha. Hozirgi holatda Xudoga shukr bitta mijoz biz bilan ishlash o'rtacha LTVsi 1 yil. Ana shu proyektlarimiz oyiga kamida $1000 dan $20,000 gacha, hattoki 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 dollargacha oyiga reklamli budjet ajratishadi. Va men hozir sizga aytayotgan natijalarimga siz qanaqa qilib mana shunaqa natijaga erishishingiz mumkinligini mana shu video mobaynida tushuntirib beraman. Ana shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bunaqa natijaga erishgan faqatgina men emas, bu strategiyalarni qo'llab, mana shu ko'nikmalardan foydalanib, o'zimizni yaqinda mentorствоda o'qib chiqqan shogirdlarimiz ham kamida 2,5x ga o'sishdi. Bu faqatgina bir nechtasini orasida emas, balki почти 100% lik konversiya bo'ldi. Ya'ni 100% hammasi natijaga erishdi. Почти. Nimaga почти deyapman? Chunki ana shu o'quvchilarning orasidan bittasi poterya bo'lib qoldi. Ana shuning uchun 100% to'laqonli deb aytolmayman. Почти deyapman chunki ana shu qolgan darsga qatnashgan, harakat qilganlarning hammasi eng kamida 2,5x ga o'sdi. Ya'ni $700 topib yurgan ana shu targetolog kursga qo'shilindi, ko'nikmalarni oldi, strategiyalardan foydalandi va kurs so'ngida u $2000 ga yaqin daromad qilayotgandi. Hozirgi holatda qilyapti. Даже undan ko'proq. Masalan, o'quvchi Masadbek. Kursga kelishdan oldin, u kursni e'lon qilishimizdan oldin, mentorствоni e'lon qilishimizdan oldin, u qo'rquv bilan kelgan ofisga. Mana shu proyektim bor, $700 lik proyektim bor. Ana shu boshqa targetologlarni ham qarab ko'rishmoqchi. Bu proyekt ketib qolsa nima qilaman? degan xayolda mana shu qo'rquv bilan keldi ofisga. Va ana shu o'quvchi hozir Asadbek xuddi o'sha proyektni, misol uchun aytaylik, qo'rqayotgandi. Boshida ana shu proyekt ketib qolsa nima qilaman? Bitta eng qimmat proyektlarimdan bitta mashina $700 ga. Bu ketib qolsa nima qilaman? degan qo'rquv bilan kelgan o'quvchi hozirgi holatda ana shu $700 lik proyektni hali ham o'shanda, lekin narxini o'zgartirgan. Protsentga kelishdi. Protsentga kelishgan holatda minimalni yo'q deganda $1,500 chiqadi foizi. Va eng qizig'i endi u proyektdan tashqari boshqa proyektlari ham bor hozir. Chiqdim, B tochka shu 3x bo'ldi bitirayotgan paytim. A tochkadan 3x bo'ldi. A tochkani o'zi ham 1 edi. A tochkani o'zi mini edi. Yoki qizlar misolida olaylik. Aisha degan o'quvchimiz. Aishada 5-6 ta proyekt bor edi, $200-300 dan. Hali mana shu 5-6 ta proyekti bor. Lekin uje $600-700 dan.
Даже loyihalar soni ham ko'paygan va sredniy chekka ham oshirgan. Men bu kursga qo'shilishdan 3 edi proyektim. Hozir где-то u yoq bu yog'i bilan 8 tacha daromadim 3x dan ham ko'payib ketdi. O'zi B.2x edi mo'ljal bilan 2x mo'ljal bilan o'qishga kirib, уже 3x dan ham oshib ketdi. Mana oddiy misol. Bir o'g'il bola, bitta qiz bola qanaqa darajada aynan mana shu ko'nikmalarni olib, mana shunaqa strategiyalardan foydalanib, qanaqa o'zgarish bo'layotganini misoli. Bu videoni oxirigacha ko'ring va aynan siz ham qanaqa qilib bunaqa natijaga erishishingiz mumkinligini konkret qadamlarini tushuntirib o'rgatib qo'yaman. Ushbu videoda men sizlarga nimalarni o'rgataman. Birinchisi, qanaqa qilib loyihalar sonini, proyektlaringiz sonini oshirishingiz mumkin. Ikkinchisi, qanaqa qilib loyihalaringiz sredniy chekini 500-1,5 dollarga ko'tarishingiz mumkinligini. Uchinchisi, qanaqa qilib targetingda o'rtacha 2000 dollar daromad qilishingiz mumkinligini o'rgatib tushuntiraman. Xo'p, siz ko'proq sota olasiz, ko'proq mijozlarga qimmatroqga sota olasiz, chunki siz Camel Digitalsiz, lичный brendingiz bor, tanish bilishlaringiz bor, кейslaringiz bor. Yo'q, men Camel Digital bo'lganim uchun qimmat sotaman emas, balki men yaxshi sotishi, yaxshi xizmat ko'rsatib berganim uchun Camel Digital bo'lganman. Ya'ni Camel Digital lичный brendim bo'lgani uchun men qanaqangidir sotmayman. Balki qanaqangidir darajada sotganim, qanaqangidir darajada natija qilib berganim uchun bu Camel Digital bo'lingan. Tushunishingiz uchun men ham xuddi sizdagi bo'lganman. Xuddi mana shu yo'lni bosib o'tganman. Men 100-200 dollardan qancha proyekt olib yurganman, qancha payt yurganman, ana shu qancha necha yillab yurganman. 100-200 dollardan loyihalar olib, narxi oshira olmasdan, loyihalar sonini ko'paytira olmasdan, necha marta harakat qilganman agentство qilishga, jamoat tuzishga, o'xshamagan yopilib ketavergan, kasbiy razrif bo'lgan, proyektlarda muammo bo'lgan, o'xshata olmaganman. Va bu narsalarni, men mentorствоda tushuntirayotgan narsalarimni men qattandir o'qib olmaganman. Men bu narsani asosan hayotiy tajriba, urilaverganman, o'xshamagan, keyin o'xshaydigan yo'lni topganimda, aynan mana shu, men o'zimni qanaqa o'xshagan, qaysi yo'llarni sinab ko'rganman va qaysi yo'li o'xshagan, aynan mana shu narsalarni tushuntiraman. Oddiy misol oladigan bo'lsak, bitta asosiy narsalardan bittasini aytadigan bo'lsam, siz nimaga qimmat sota olmayapsiz? Siz qimmat sota olmayotganingiz asosiy sababi nimada? Siz qimmat sota olmayotganingiz asosiy sababi mamutda. Sizda mamutda stoplaringiz bor. Siz qimmat sotishingiz mumkinligini bilmaysiz. Siz o'zingizning xizmatingizga, o'zingizning produktingizga ishonmaysiz, qimmat narx qo'ya olmaysiz. Chunki siz xayolingizda 500 dollar deyman deysizda, lekin aytolmaysiz. 500 dollar deya olmaysiz. Mamutdagi narsani hamki kelguncha 200 dollar deb olasiz. Men ham xuddi shunaqa bo'lganman. Xuddi mana shu etapdan o'tganman. Menda bitta, nima deydi, yaxshi udar bo'lgan moment, bitta proyektga men zo'r strategiya tuzib berganman. Real. Misol uchun aytaylik, mehr berib, yaxshi strategiya tuzib berganman. Va ana shu proyektga men narx aytganman. Narx aytganimda u proyekt egasi o'tiramanda, o'tiruvdi, yonimda o'tirgandilar, turib yurib qolganlar, o'ylanib, nima o'ylantiryapti desam, arzon aytasiz, qilib bera olarmikinsiz degan. Miyamda portlash bo'lgan. Ya'ni narx arzonligini evaziga ham men xizmatimda samneniya bor, ikkilanish bor. Ya'ni men o'zimning produktimni o'zim qadrsizlantirayotganim o'shanda ham his qilganman. Ya'ni siz hozirgi paytda narx aytolmayotgan, qimmat narx aytolmayotganlarning ko'pchiligi o'zini xizmatini qadrini bilmaydi. Endi sizlar bilan qanaqa qilib ko'proq loyihalar olish mumkinligi to'g'risida gaplashamiz. 8 ta loyiha olishingiz uchun eng asosiy yo'llardan bittasi bu o'z xizmatingizga target yoqishingiz. Bu yerda men aytmayapman, tanish bilishlaringiz bilan gaplashishingiz, tanish bilishlaringizga aloqa chiqishingiz, rassilka qilishingiz, tanigan bizneslaringizga, tanish bizneslariga aloqa chiqishni aytmayapman. Bu birinchi navbatda, bu baza. Ya'ni tanishlaringizga aloqaga chiqishingiz, tanishlariga aloqaga chiqishingiz bu baza. Qilishingiz kerak bo'lgan, nima deydi? Eng birinchi qadamlardan bittasi. Okey, men sizlarga aytmoqchi bo'lganim hozir o'zingizning xizmatingizga target yoqishingiz. O'zingizning xizmatingizga target yoqadigan bo'lsangiz ham, mana shu joyda ko'pchilik xato qilib qo'yadi. Siz target yoqayotganingizda qadamlarga ajratib olishingiz kerak, siz qiladigan narsalaringizni. Ya'ni siz 8 ta mijoz olishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Hozir sizni ko'zingiz oldida boshingizda tuman. Ya'ni aniq konkretika yo'q. Mana shu narsani aniqlab olamiz. Siz 30% konversiya qiladigan bo'lsangiz ham, ya'ni siz 100 tadan 30 tasiga sota olasiz deydigan bo'lsangiz ham, 30% konversiya qiladigan bo'lsangiz ham, siz 8 ta sotishingiz uchun 25 ta uchrashuv, 25 ta meeting, 8 sotishingiz uchun 25 ta meeting qilishingiz kerak. Endi
25 ta miting qilishingiz uchun siz 75 ta atrofida lidlar bilan gaplashishingiz kerak. 75 ta zvonok qilishingiz kerak. Okey, mayli 100 ta lid tushsin. 100 ta liddan chiqarib oling 25 ta sifatsiz. 75 ta qo'yaptimi? Mana shu 75 tadan 25 tasi bilan uchrashuv qiladigan bo'lsangiz ham, 25 tadan 8 tasiga sotadigan bo'lsangiz ham, uje sizda 8 ta mijoz bor. Ya'ni aniq raqam bor uje sizda. 100 ta lid tushirsangiz bo'ldi ekan. Endi oranglarda chiqishi mumkin. Men o'zim xizmatimga targit yoqib ko'rdim, o'xshamadi, samara bermadi. 100 ta lid tushirdim, 200 ta lid tushirdim, bo'lmadi. Lid tushirishi o'zi bilan ish hal bo'lib qolmaydi. Bizani ham o'quvchilarimiz orasida bor edi. Lid tushirgan, o'ziga lid yoqqanda keyin lekin telefon qilmagan ularga. 2 kundan keyin, 3 kundan keyin telefon qilyapti. Bu yangi mijoz. Faraz qiling, siz qayergadir ovqatlangani boryapsizda, ofitsiant siz oldingizga 2 kundan keyin keladi. Kutib o'tirasizmi birinchi navbatda? Ishingiz yonayotgan bo'lsa, qorningiz ochib ketgan bo'lsa, boshqa joyga ketasiz. Xuddi shunaqa. Ya'ni lid tushirishi o'zi bilan ham ish tugab qolmaydi. Keyin bu yerda ko'pchilik 10-15 ta lid tushgandan keyin reklama o'chirib qo'yadi. O'xshamadi deydi. Yo'q, do konca buni ishlatib ko'rish kerak. Siz misol uchun $200. Mayli lidlaringiz $2.5 qimmatroq tushyapti deydigan bo'lsangiz ham $250 deylik. $250 ga siz 100 ta lid oladigan bo'lsangiz, 100 ta liddan 8 ta dona sota olishingizga ko'z yetmayaptimi? 100 ta dona liddan. Bunaqa darajada 100 ta liddan 8 tasiga ham sota olmasangiz, bilmadim. Siz o'zbek odamlariga rus tilida gapirishingiz kerak yoki ingliz tilida gapirishingiz kerak. 100 ta lidga 8 ta dona sota olmaslik uchun. Endi bu yerda bitta narsasi ham bor-da, prosta lid forma yoqish kerak emas. Liddan ham bu yerda filtr qilib tushishingiz kerak. Ya'ni ulardan to'g'ri ma'lumotlar so'rab, biznes haqida ma'lumotlar so'rab, ya'ni uni oson yo'l bilan kelish kerak emas-da, qiyinroq yo'l bilan kelsa, shunda lidda sifatliroq bo'ladi. Endi u qimmatlashib ketmaydimi? Men sizga aytayotgan $2.5 mana shunaqa aytaylik 5-6 ta savolni to'ldirib tushadigan lid olsangiz bo'ladi. 100 ta liddan $250 ishlatsangiz ham, agar siz 8 ta sotadigan bo'lsangiz, bu почти 10 baravar ko'proq pul qaytib kelyapti degani. Ularga siz $200-300 dan sotadigan bo'lsangiz ham, mayli $500, $1000 dan soting demayman, $200-300 dan sotadigan bo'lsangiz ham, почти 10 baravar pul qaytib kelayotgan bo'ladi. Targetga ishlatilganga nisbatan sizga kirib kelayotgan pul. Men bu strategiyalarni havodan olmayapman. Masalan, o'quvchim Murod kursga kelishdan oldin bitta dona loyihasi bor edi va kurs oxirida unda loyiha, mijoz oqimi juda ham ko'p edi. Qanaqa qilib? Birinchisi networking, ikkinchisi o'z xizmatiga target yoqqani. O'z xizmatiga target yoqib ham proyekt oldi, networking orqali ham proyekt oldi. Ya'ni men sizlarga hozir gapirib bergan ikkita narsa. Networking va o'zini xizmatiga target yoqish. Mana shu ikkita narsa orqali boshqalar ham proyekt olyapti, siz ham qilishingiz mumkin. Xo'p, dars faqatgina men gapirishimdan iborat bo'lishi kerak emas, sizlarga vazifa ham beraman. Bu vazifa nimadan iborat? Siz konkretni hozir o'zingiz oldingizga daftar ruchka olib, maqsadlaringizni aniq konkretni yozib olishingiz kerak. Ya'ni siz nechta proyekt olmoqchisiz? Yozing. Nechta proyekt olishingiz uchun siz nechta uchrashuv qilishingiz kerak? Nechta uchrashuv qilishingiz kerak? Aynan ana shu uchrashuvlarga erishish uchun sizga nechta lid kerak? Siz nechta odam bilan uchrashingiz kerak? Nechta odamga rassılka qilishingiz kerak? Aynan mana shularni konkretni yozib olishingiz kerak. Va eng asosiysi bu yerda deadline bo'lishi kerak. Deadline bo'lmasa siz ertaga deb surib olishingiz mumkin. Ana shuning uchun siz qaysi sana qachongacha bu vazifalarni qilib bo'lishingiz kerakligini o'zingiz oldingizga maqsad qilib, vazifa qilib qo'ying, deadline qo'ying va harakatlaning. Agarda sizda ham savol bo'lsa, menga ham o'rgatasizmi? Men ham shunaqa natijalarga chiqa olamanmi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, yaqinda mentorlik dasturim, aynan targetologlarga mo'ljallangan mentorlik dasturim boshlanadi. Bu dasturda aynan targetologlar level up, ya'ni yangi uровень, yangi darajaga chiqishlari uchun mo'ljallangan. Agar siz mana shu video ostida havola qoldiraman, mana shu havola orqali o'tadigan bo'lsangiz, har biringiz bilan birma-bir meeting qilib, kursga o'zim qabul qilib olaman. Biza bo'lsa darsda davom etamiz. Xo'p, bizning keyingi mavzuyimiz qanaqa qilib xizmatingizni qimmatroq sotish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Mana shu joyda men sizga kalit so'zlarni aytaman. Sizni target xizmatingiz qiziq emas biznes egalariga. Siz ularga qanaqa yechim berishingiz qiziq. Ya'ni siz borasiz, target yo'q beraman, CBO qilaman, EBO qilaman, 26 ta auditoriya ishlataman deysiz. Target xizmatingiz narxi necha pul desa, $300, $200, $400 deysiz. Biza nima deymiz? Biza boramiz, sizni daromadingizni, biznesingiz savdosini mana shuncha foizga oshiramiz.
Va buni evaziga sizdan mana shuncha so'raymiz deb turib 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 dollar aytamiz. Va ana shu yechimni biz target orqali qilamiz. Ya'ni biz target xizmatini sotmayapmiz. Biz yechim sotyapmiz, qaysiki target orqali qilinadigan yechimni sotyapmiz. Endi siz aytishingiz mumkin, mijozlarga yechim sotishga harakat qilganim bilan ular qimmat to'lashga tayyor emas. Siz ularga qanchalik qimmatga tushishi mumkinligini ko'rsatib bersangiz, ular qimmatroqga xizmatingizni sotib olishi mumkin. Qimmatga tushishi mumkinligi nima demoqchiman? Misol uchun, aytaylik, u o'quv markaz deylik. O'quv markazida o'qitishi mumkin, o'quvchi sig'ishi mumkin, 100 ta o'quvchi sig'ishi mumkin. Har bitta o'quvchi, aytaylik, 100 dollardan o'qiydi oyiga. U 100 ta o'quvchi o'qitishi mumkin. Lekin u hozirda 70 ta o'quvchi o'qityapti. Ya'ni 30 ta joyi bo'sh. Bu degani 30 ta o'quvchi 100 dollardan qancha bo'ladi? 3000 dollar bo'ladi. Ya'ni bu pul bo'lsa 1 yilda 36.000 pul bo'ladi. Ya'ni siz unga, "Oy, 1 yilda siz 36.000 pul yo'qotyapsiz" deb aytadigan bo'lsangiz, u boshqacha ko'z bilan qaraydi. Ya'ni unga 36.000 yo'qotishi qulayroqmi yoki mana bu yerda yiliga 15.000 dollar targetga ishlatib qo'ygani qulayroqmi? Albattaki 15.000 dollar ishlatib, ana shu 36.000 dollarni cho'nchagiga olib kirib olgani qulayroq. Mana shu narsani ko'rsatib bera olishingiz kerak. Yoki bitovoy texnikalarda. Misol uchun aytaylik, yoz tugab qoldi. Konditsionerlari skladda qolib ketdi. Voy, nima bo'ldi endi? Tezroq sotib olmasa qanaqa sotaman deydi. Misol uchun avgust 15. Sentyabrdan aytaylik yomg'ir ko'rsatyapti. 15 kun ichida sotib olmasa, u tovarlari muzlab qoladi. Skladda qolib ketadi. U skladda turishi arenda puli, yana skladda keyingi yil u tovar ketadimi, ketmaydimi, yana arzonroq pul yo'qotyapti. Mana shu pul yo'qotayotganini ko'rsatib bersangiz, ya'ni unga target qimmat emas, target yoqtirmaslik qimmatga tushishini ko'rsatib berishingiz kerak. Aynan mana shu narsa orqali siz xizmatingizni bemalol 2000, 1500, 2000, 3000 dollarlarga xizmatingizni sotishingiz mumkin. Asosiysi bu pul rasxod emas, ya'ni o'zini biznesiga investitsiya, bu biznesni yana ham keyingi darajaga olib chiqish uchun kiritilayotgan investitsiya sifatida ko'rinishi kerak. Ko'rsatib bera olishingiz kerak. Ya'ni target yoqtirib berib, mana bu yoqtirib 2000 dollar bergani qulaymi yoki yoqtirmasdan 15000 dollar yo'qotgani qulaymi? Mana shunaqa taroziga qo'yib ko'rsata olishingiz kerak. Mana shunda siz o'zingiz xizmatingizni bemalol qimmatroqqa sotishingiz mumkin. Hozir sizlar bilan ko'rib chiqqanimiz qimmat sotishning bir yo'li, bir qismi xolos. Bundan tashqari yana ham juda ham ko'p o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar bor. B2B sotuvlar, bu yerda LTV ga e'tibor berish bor, LPR, LVR va turli xil statusdagi mijozlar va sotuv turlari bor. Va aynan mana shu narsalarni men chuqur tushuntirib o'rgataman sizga mentorство dasturimizda. Masalan, avaz o'quvchim kursdan oldin 4 ta loyihasi bor edi va o'rtacha loyiha narxi 200 dollardan edi. Kursdan keyin ham 4 ta loyihasi bor, lekin o'rtacha narxi endi 200 dollar emas, balki 500 dollardan. Endi men sizga ajoyib bitta vazifa beraman. Siz bu narsalarni o'rganib, lekin amalda sinamagunizcha foydasi yo'q. O'shaning uchun hozir sizga vazifa beraman. Qimmat sotishda sizga yordam beradigan narsa. Siz ma'lum bir mahsulotni oling. Aytaylik, naushnik. Naushnik narxi necha pul? 100 dollar. Endi mana shu 100 dollarlik narsani 200 dollarga sotish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Mana shu narsani o'ylang. Istalgan narsa bo'lishi mumkin. Qimmat sotish uchun nima qilgan bo'lardingiz? Oldiga hech narsani qo'shmang. Mana shu mahsulotni o'zini 2 barobar qimmatroq sotish uchun siz nima qilgan bo'lardingiz? Siz mahsulot sotishga harakat qilgan bo'larmidingiz yoki emotsiyani yoki yechimni? Mana shu narsa haqida ko'proq bosh qotiring. Okay, videoni shu o'tgacha ko'rgan bo'lsangiz va ko'rayotgan bo'lsangiz, video sizga foydali, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bu videoni ko'rayotganingizni albatta storiesingizga repost qiling. Va albatta men ham buni o'zimga repost qilaman va repost qilishimdan ham tashqari bu narsani odamlarga manfaatli bo'layotganini ko'rib xursand bo'laman. Xo'p, endi asosiy qismiga kelamiz. Siz 2000 dollar daromadga chiqishingiz uchun nimalar qilishingiz kerak? 2000 dollar daromadga chiqishingizdan oldin siz hozirgi nuqtangizni aniqlab oling. Hozir sizda nechta loyiha mavjud va necha puldan? Ya'ni sizda hozir ikkita 300 dollardan loyiha bormi? Ya'ni 600 dollar pul bo'ladi yoki
3 ta yo'l $100 Ya'ni hozirgi nuqtangizni aniqlab oling va bundan keyingi qadamingizni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Ha, tanlab. Chunki bu yerda bir qancha yo'llar mavjud. Siz $200 dan 10 ta loyiha olishingiz mumkin. $2000. $500 dan 4 ta loyiha olishingiz mumkin. $2000. Yoki $1000 dan 2 ta performans loyiha olsangiz ham $2000 bo'ladi. Aynan o'zingizga mos bo'lgan yo'lni aniqlab olib, ana shu yo'lga mos holda siz o'zingiz baronkangizni tuzib chiqing. Sizga 4 ta loyiha uchun nechta miting qilishingiz kerak? Buning uchun nechta lead kerak bo'ladi? Boyi aytib o'tilgandek, o'tirib har bittasi uchun sizga nima kerak, nechta loyiha, nechta uchrashuv, nechta miting, nechta lead kerak bo'lishini, nechta odamga rassılka qilishingiz mumkinligini aniq qadamlar bilan yozib oling. Shu tariqa siz $2000 daromad qilishingiz mumkin, hattoki bundan ziyod. Xuddi shunaqa ketma-ketlikda meni o'zimning o'quvchilarimning 90-95% 700, 500, $300 daromaddan 2000, 2000, 3000, 4000, 5000 daromadga chiqishdi. Qisqa qilib aytganda, aynan mana shu ko'nikmalar orqali siz yaxshi daromadga chiqishingiz mumkin. Men sizga hozir aytib o'tgan 3 ta asosiy narsani tushuntirdim sizlarga. Birinchisi, qanaqa qilib siz mijozlar sonini oshirishingiz mumkinligi, ikkinchisi, qanaqa qilib sredniy chek, ya'ni o'rtacha narx, bitta loyihani narxini ko'proq, qimmatroq sotishingiz mumkinligini va uchinchisi, eng asosiysi, qanaqa qilib daromadingizni $2000 ga olib chiqishingiz mumkinligini tushuntirib o'rgatdim. Ushbu bilimlarni albatta amaliyotda sinang va natijasi qanaqa bo'layotganini meni storiesizda atmetga qilib belgilab aytib o'ting. Menimcha bu darsdan keyin ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Aynan qiziqish paydo bo'lishi mumkin. Sizda o'qisam bo'ladimi? Aynan mana shu ko'nikmalarni to'liq o'rgansam, mana shu strategiyalarni to'liq o'rganib olsam va aynan mana shu ko'nikmalarni sizda o'rgansam bo'ladimi degan savol tug'ilishi mumkin. Ha, bo'ladi. Xudo xohlasa yaqinda shogirdlik dasturim boshlanadi va aynan mana shu video chiqquncha u dasturni 15 ta joyini o'zi band qilishdi. Shogirdlik dasturi haqida qisqacha ma'lumot beraman. Shogirdlik dasturi 2 oy davom etadi va 10-iyun kuni boshlanadi. Darslar haftada 2 marotaba o'rtacha 2 soatdan bo'ladi. Boshida o'rtacha 2 soatdan, keyinchalik soat mobayni ko'proq bo'ladi, chunki har bitta o'quvchi bilan razbor qilishimiz kerak bo'ladi. Kursdagi asosiy mavzular B2B, biznesdan biznes, переговорlar o'tkazish, qimmat sotish, loyihalarni qanaqa qilib oshirish mumkinligi, katta budjetlar bilan qanaqa qilib ishlash mumkinligi, leadlarni sifatliroq qilish va arzonroq leadlar olish, konversiyaga, saytga reklama yoqish, konversiya maqsadida saytlar bilan ishlash, qisqacha oddiy targetolog level up qilish uchun kerakli bo'ladigan barcha kerakli ko'nikma bilimlar o'rgatiladi. Kurs asosan targetolog va digital marketing sohasida bo'lganlar uchun. Bundan tashqari, o'zining biznesiga target yoqayotganlar, tadbirkorlar asosan shular uchun mo'ljallangan. Agar sizda qimmat sotishda muammolar bo'layotgan bo'lsa, $500-$1000 orasida qotib qolgan bo'lsangiz, qimmatga mijoz topolmayotgan bo'lsangiz, ularga qanaqa qilib natija olib kelib beraman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bilimsizlik bo'layotgan bo'lsa, qo'rquv bo'layotgan bo'lsa, ushbu kursda aniq o'qishingiz kerak. Bu videodan keyin sizda 2 ta yo'l bo'ladi. Shunaqa qilsa bo'lar ekan, shunaqa yo'llari ham bor ekan deb turib, eski holatda davom etish. Yana o'sha krug, yana o'sha harakat, o'sha intizom, o'sha chalg'ishlar va bu yerda faqatgina yo'qotadiganingiz vaqt. Oradan qanchadir muddat o'tgandan keyin natijalaringizga qarasangiz, o'sha yoki faqatgina qulash bo'layotgan bo'ladi. Ikkinchi yo'li, bu videoni ko'rishingiz bilan hoziroq pastdagi havolani bosib ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin birma-bir o'zim miting qilaman. Mitingdan keyin kursga qabul qilaman. Kursda siz aniq konkretni bir nuqtangizga qarab harakat qilasiz, chunki tepangizda o'zim turib, o'ngga yurasan, chapga yurasan, mana ishlarni qilishing kerak, mana vazifalarni bajarishing kerak. Qochib keta olmaysiz, chunki tepangizda o'zim qarab turaman. Aynan mana shunaqangi siqilib turgan paytingizda sizda o'sish nuqtasi bo'ladi. Aynan tepangizda o'zim nazorat qilib turgan paytlarimda siz hech qayerga qocha olmayotganingizda mana shu joyda o'sish nuqtasi bo'ladi. Nima uchun siz aynan mana shu kursda o'qishingiz kerak? Men shu paytgacha hozirgi harakatimdagi boshqa targetologlarga yordam bermoqchi bo'layotgan, jon kuydirayotgan ekspertni hali ko'rmadim. Aynan men siz o'tgan har bitta yo'ldan o'zim o'tganman.
2-3 ta loyiha bilan yillab yurganman. Chekimni oshira olmasdan qanchadir muddat yurganman. Necha marta agentlik ochaman deb harakat qilganman. Necha marta yopilib ketgan. Necha marta qimmatga sotaman deb harakat qilganman, necha marta o'xshamagan. Va aynan ana shu paytda menga kerak bo'lgan narsani sizlarga bermoqchiman. Kimdir bo'lsa edi, menga mamnaq qil, men vaqtda mamnaq qilishing kerak. Bu proyektlar bilan mamnaq kelishing kerak, mamnaq ishlashing kerak, jamoani mamnaq tutishing kerak, mamnaq kelishuv qilishing kerak degan narsani o'rgatgan odam bo'lganda edi deb o'zim rosa o'ylardim. Va aynan xuddi o'sha narsani men o'zim sizlarga mana shu narsani o'rgatmoqchiman. Kurs faqatgina haftada 2 marta bo'ladi degani emas. Ya'ni bu vaqt ichida har bittanglar bilan birma-bir ishlaymiz. Men o'zim misol uchun shaxsan o'zinglar bilan ishlayman. Mabodo meni o'zim vaqtim bo'lmaydigan bo'lsa ham kursga kuratorlar qo'yilgan, aynan ana shu kuratorlar bilan ishlashinglar ham mumkin bo'ladi. Uchinchisi, bu kursda aynan ajoyib bomba networking bo'ladi. Sababi buni hali hech qayerda e'lon qilmadim va bu kursda o'zimning top o'quvchilarimdan Abdurahmon Digital, Baha Digital va oxirgi yaxshi natijalarga erishayotgan yana bir o'quvchilarimizdan biri Izzat ham sizlar bilan birga o'qiydi. Va o'rtacha kursga qo'shilingan mana shu o'quvchilarim oyiga 2-3 ta proyekt va oyiga 2-3 ming dollar targetga tikishadi kamida. Darslar mobaynida darsdan keyin qo'shimcha ajoyib interaktiv o'yinlarimiz bo'ladi, dachalar bo'ladi. Endi bu yog'i faqatgina mendan emas, balki o'quvchilarimiz bilan birgalikda sizlar tarafdan birga tashkil qilingan holda dacha o'yin aylanishlar, kuchli networkinglar, kuchli fikr almashishlar bo'ladi. Hozir mana shu videodan keyin, mana shu video ostidagi havoladan hoziroq ro'yxatdan o'tganlar uchun qo'shimchasiga baza uchun targetologiya bazasini bonus sifatida qo'shib beramiz. Va eng asosiysi, kursga qo'shildingizmi, to'lov amalga oshirdingizmi, bo'ldi. Mitinglar sirazi boshlanib ketadi. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va o'zim birma-bir har biringiz bilan miting qilaman. Shu joyda biza hozirgi mana shu videomizni yakunlaymiz va videodan olgan natijalaringiz, erishgan natijalaringizni albatta men bilan ulashishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.